2018-yil 17-oktyabr kuni Xitoyda kambag'allikka qarshi kurash milliy kuni 5-bor nishonlandi. Shu kundan boshlab Zhejiang provinsiyasining Anzi tumani, Huangdou qishlog'idan 4 ta kambag'al tumanga, Hunang provinsiyasidagi Gujian, Sichuan provinsiyasidagi Tsinchuan hamda Guizhou provinsiyasidagi Puan va Yanhe tumanlariga 15 million tub choy ko'chati yubora boshladi. Bir vaqtlar Huangdou qishlog'i aholisi ham partiya va hukumatning ko'magi bilan oq choy yetishtirishni rivojlantirish orqali kambag'allikdan xalos bo'lgan edi. Желая выразить благодарность. Kambag'al hududlarni rivojlantirishga ko'maklashish butun partiya va jamiyatning umumiy mas'uliyatidir. Xalq xohlaydi, xalq tayyor, xalq xizmat qilishga qodir. Xalqning keng ko'lamdagi ishtiroki va birdamligi ulkan kuchdir. Butun Xitoy kambag'allikka qat'iy bartaraf etish va har tomonlama farovon jamiyatni barpo etish yo'lida birlashdi. Kambag'allikni qisqartirish 4-qism. Zixaygu qadimdan Xitoyning eng qashshoq hududi sifatida tanilgan. Bu yer baland va o'tish qiyin bo'lgan tog'lari hamda qurg'oqchil iqlimi bilan ajralib turadi. Mazkur hudud tarkibiga Ningxia avtonom rayonining markaziy va janubiy tog'li qismida joylashgan 8 ta kambag'al tuman kiradi. Для жизни регионов мира. Sharq va g'arb o'rtasidagi ulkan rivojlanish tafovutini qanday biror hududni e'tibordan chetda qoldirmay bartaraf etish mumkin? Shu maqsadda 1996-yilda Xitoy markaziy hukumati Sharq va g'arb mintaqalari o'rtasidagi kambag'allikka qarshi hamkorlik qilish bo'yicha strategik dasturni ishlab chiqdi. Mazkur dastur doirasida qirg'oq bo'yi Fujian provinsiyasi bilan Ningxia avtonom rayoni kambag'al hududlarga ko'maklashish yuzasidan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. 1997-yil aprel oyida Si Szinpin Zixayguga tashrif buyurdi. O'sha tashrif davomida u yangi qishloq barpo etish va aholini shu yerga ko'chirish tashabbusini ilgari surdi. Hatto yangi barpo etiladigan qishloqqa Minyin deb nom berishni ham shaxsan o'zi taklif qilgan. Baribir hamjihatlikda yordam ko'rsatish zarur. Men o'sha paytda Fujian provinsiyasida ishlayotgan edim. Aynan o'sha davrda Fujian va Ningxia o'rtasidagi hamkorlikni muvofiqlashtirish bo'yicha rahbarlik guruhi tashkil etildi va men unga rahbarlik qilib, ushbu ish uchun mas'ul bo'ldim. Albatta, o'sha davrda sharqiy hududlar kambag'allikka qarshi kurash uchun juda katta mablag' ajrata olmas edi. Shunga qaramay, 10 millionlab yuan mablag' sarflanib, Minyin qishlog'i barpo etildi. Bu kambag'allikni kamaytirishga nihoyatda samarali chora bo'ldi. Shundan so'ng butun mamlakat bo'ylab ekologik va iqtisodiy ko'chirish dasturlarini yanada rivojlantirish zarur edi. Chunki aholini yashash sharoiti og'ir, tabiiy resurslari odamlarni boqishga yetmaydigan hududlardan ko'chirish kambag'allikka qarshi kurashning muhim vositalaridan biridir. Bunday vazifani faqat sotsialistik tuzumning afzalliklari asosida amalga oshirish mumkin. ...2016-yilda Sharq va G'arb mintaqalari o'rtasidagi kambag'allikni bartaraf etish bo'yicha hamkorlikka bag'ishlangan yig'ilishda Xitoy Kommunistik partiyasi bosh kotibi Si Szinpin sharqiy hududlar g'arbiy hududlarga kambag'allikni qat'iy tugatish yo'lida yanada faolroq yordam ko'rsatishi lozimligini ta'kidladi. Shundan so'ng Fujian provinsiyasi Minyin qishlog'ining muvaffaqiyatli tajribasini Zixayguda keng joriy etdi va hamkorlik dasturi doirasida 110 ta namunaviy qishloq barpo etildi. Zhangchuan qishlog'i ham ana shunday namunaviy qishloqlar qatoridan joy oldi. Bugun sizlar bilan gortenziya tayyorlashni o'rganamiz. Yo'riqnomani oching va buning uchun nimalar kerakligini ko'rib chiqing. Ma Vanxun rasmiy ravishda Tianjuan qishlog'idagi kambag'al aholi vakili sifatida ro'yxatga olingan. U va uning qishloqdoshlari ko'chirilgan aholi uchun barpo etilgan yangi manzilgohga joylashtirildi. Ko'plab kambag'al oilalar singari u ham o'z uyi yaqinida tashkil etilgan kambag'allikka qarshi maxsus ishlab chiqarish sexida mehnat qiladi. Bu yerda mayda xarajatlarimiz uchun pul topamiz. Farzandlarimizni tarbiyalab, keksa ota-onamizga ham qaraymiz. Oilamizga g'amxo'rlik qilishimizga bu xalal bermaydi. 2018-yilda Sharq va G'arb hamkorligining yangi tashabbusi sifatida
Minyin qishlog'ida nogironligi bo'lgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash uchun mamlakatdagi ilk tadbirkorlik markazi tashkil etildi. Markaz mehnat qilishga qodir, ammo nogironligi sabab qashshoqlikka tushgan ko'plab insonlarga hayotga bo'lgan ishonchni qaytardi. Singbautun va ushbu markazning bir guruh yosh a'zolari elektron tijorat kooperativini tashkil etdilar. Utsianlik mutaxassislar ularga mahsulotlarni sotish, buyurtmalar bo'yicha muzokaralar olib borish hamda o'z brendini rivojlantirishga amaliy yordam ko'rsatmoqda. Faoliyatning ilk yilidayoq mahalliy mahsulot savdosidan olingan daromad 20 million yuandan oshdi. Minyin loyihasining yordami va o'z mehnatimiz tufayli hech bo'lmaganda o'zimizni o'zimiz boqishga qodir bo'lamiz deb o'ylagandim. Buning o'zi ham men uchun katta yutuq edi. Ammo Minyinning ko'magi va o'z harakatlarimiz tufayli bugungi darajaga erishishimizni, butunlay yangi hayot boshlashimizni hech qachon tasavvur qilmagandim. Ba'zan o'zimga qarab chin dildan faxrlanaman. Kambag'allikka qarshi bir tomonlama kurashdan tarmoqlarni o'zaro uyg'unlashtirishgacha, iqtisodiy yordamdan esa ijtimoiy hayotning turli sohalaridagi har tomonlama hamkorlikgacha bo'lgan yo'l bosib o'tildi. Fujian provinsiyasi va Ningxia avtonom rayoni o'rtasidagi kambag'allikka qarshi hamkorlik ham ta'minlangan hududlarni qo'llab-quvvatlashning namunali modeliga aylandi. Bugungi kunda Sixaygu kambag'allikni bartaraf etish yo'lidagi yangi tarixiy bosqichda har tomonlama o'rtacha farovon jamiyatni barpo etish sari dadil odimlamoqda. Ilgari kichik qishloq bo'lgan Minyin bugunga kelib 60 mingdan ortiq aholiga ega zamonaviy shaharchaga aylandi. Bir vaqtlar qurib qolgan qumloq hudud esa bugun oltindek tovlanib turgan serhosil maskanga aylandi. Bunday ulkan o'zgarishlar faqat Sixaygu bilan cheklanib qolmadi. Ichki Mo'g'ulistonning Ulanchab shahrida Pekinning moliyaviy ko'magi va zamonaviy texnologiyalari yordamida yiliga 4 million tonna kartoshka yetishtirish quvvatiga ega ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Yunnan provinsiyasining Shangri-La tumanida Shanxay ko'magida 11 ta zamonaviy agroferma barpo etildi. Ushbu fermer xo'jaliklari har yili 200 ming tonnagacha sabzavot yetishtirib, mahsulotlar Shanxay bozorlariga yetkazib berilmoqda. Guanxishuan avtonom rayonidagi qashshoq tumanlardan birida Guandun provinsiyasining ilg'or rivojlanish konsepsiyalari joriy etilishi natijasida hudud o'zining mahalliy afzalliklariga tayangan holda global istiqbol va xalqaro standartlarni hisobga olgan holda rivojlanish loyihalarini ishlab chiqish hamda rejalashtirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mehnat sohasidagi hamkorlik tufayli Zhejiang provinsiyasi Sichuan provinsiyasida ro'yxatga olingan 140 mingdan ortiq kambag'al aholining barqaror ish o'rinlariga ega bo'lishiga ko'maklashdi. Shandun provinsiyasi esa Chunsin shahrining 14 ta okrugi va tumaniga tibbiy xizmatni qo'llab-quvvatlash maqsadida 1000 nafardan ortiq tibbiyot xodimlarini yubordi. Tianjin shahri Gansu provinsiyasining Lanshou shahriga yozgi sabzavotlarni yetishtirish va qayta ishlash bo'yicha to'liq ishlab chiqarish zanjirini yaratishda yordam berdi. Jiangsu provinsiyasining Suzhou shahri esa zamonaviy qishloq xo'jaligi modelini Guizhou provinsiyasining Tunzhen okrugida muvaffaqiyatli joriy etdi. Liaoning provinsiyasining Dalian shahri esa 5 yildan buyon Guizhou provinsiyasidagi Liupanshui shahriga moliyaviy ko'magini muntazam ravishda oshirib bormoqda. G'arbiy Xitoydagi ko'plab kambag'al hududlar uchun sharqdagi iqtisodiy jihatdan rivojlangan provinsiyalar tomonidan ko'rsatilgan yordam nafaqat ularni qashshoqlikdan xalos etdi, balki ularga rivojlanishning mutlaqo yangi yondashuvini ham olib kirdi. Farovonlikka birinchi bo'lib erishgan hududlar umumiy farovonlikka erishish maqsadida boshqalarga ham yordam bermoqda. Sharqiy Xitoyning 9 ta provinsiyasida 14 ta yirik shahar, G'arbiy Xitoyning 14 ta provinsiyasi, avtonom rayoni va shaharlariga kambag'allikni bartaraf etishda ko'maklashmoqda. Avvalo, bu yutuqlar bosh kotib Si Zinpinning hududlarda faoliyat yuritgan davridagi tajribasi, ayniqsa Xitoy Kommunistik partiyasining 18-syezdidan keyin markaz tomonidan qabul qilingan muhim strategik qarorlar samarasidir. Aynan shu siyosat tufayli biz jamiyatning juda ko'p tashkilotlarini safarbar eta oldik. Ulkan insoniy, moddiy va moliyaviy resurslarni bir maqsad yo'lida birlashtirishga muvaffaq bo'ldik. Bizning fikrimizcha, bularning barchasi Xitoy Kommunistik partiyasining siyosiy ustunliklari hamda sotsialistik tuzumning afzalliklarini yaqqol namoyon etadi. Xitoyga mos kambag'allikni qisqartirish va kambag'al hududlarni rivojlantirish tizimi yirik vazifalarni barcha kuchlarni bir maqsad sari safarbar etish orqali amalga oshirishda 1986-yilda Xitoyda kambag'al hududlarni rivojlantirishga ko'maklashish bo'yicha tashkillashtirilgan tizimli va keng ko'lamli ishlar boshlandi.
Работа по оказанию помощи в Markaziy hukumatning 13 ta davlat idorasi eng qashshoq hududlarda homiylik qilish va ularni rivojlantirishda yetakchi vazifani o'z zimmasiga oldi. Keyinchalik bu faoliyat muhim siyosiy vazifa sifatida e'tirof etildi va unga demokratik partiyalar, moliyaviy institutlar, oliy ta'lim muassasalari hamda markazga bo'ysunuvchi yirik davlat korxonalar ham jalb qilindi. 2012-yilga kelib, markaziy darajadagi vazirlik va idoralar tomonidan ko'rsatilayotgan homiylik yordami mamlakatdagi kambag'al hududlarni rivojlantirish dasturiga kiritilgan barcha ustuvor tumanlarni to'liq qamrab oldi. Shuningdek, Syangan va Aumin ham kambag'allikni bartaraf etish bo'yicha umumxalq sa'y harakatlariga qo'shildi. Bu Xitoy Xalq Respublikasi Qishloq xo'jaligi va qishloq ishlari vazirligidir. Xitoy Qishloq xo'jaligi va qishloq ishlari vazirligi kambag'al hududlarga homiylik ko'rsatish tizimini birinchilardan bo'lib yo'lga qo'ygan markaziy davlat organlaridan biridir. Xitoy Kommunistik partiyasining 18-syezdidan so'ng vazir kambag'allikni qisqartirish bo'yicha asosiy mas'ul shaxs etib belgilandi. Shu bilan birga vazirning har bir o'rinbosari alohida biriktirilgan kambag'al hududdagi maqsadli ko'mak ishlariga bevosita rahbarlik qiladigan mexanizm joriy etildi. Yunshun tumani Xitoydagi Tudzya millatining qadimiy beshiklaridan biri hisoblanadi. Bu hududdagi o'ta kambag'al qishloqlar asosan shimoliy tog'li mintaqalarda joylashgan. 2018-yilgacha ushbu qishloqlarda rivojlangan sanoat tarmoqlari deyarli mavjud emas edi. Xitoy Xalq Respublikasi Qishloq xo'jaligi va qishloq ishlari vazirligining vaqtincha xizmat safariga yuborilgan mutaxassislari har bir o'ta kambag'al qishloqqa borib, mahalliy sharoitga eng mos keladigan iqtisodiy faoliyat yo'nalishini aniqlashga harakat qildilar. Bizning Tudya xalqimiz bu choyni avloddan avlodga iste'mol qilib keladi. Uning ta'mi nihoyatda mazali, xushbo'y va yoqimlidir. Mahalliy Tudya xalqining deyarli har bir xonadonida ana shunday mahao choyi yetishtiriladi. Tadqiqotlar davomida xizmat safariga yuborilgan mutaxassislar ushbu choy navi yuqori yashuvchanlikka ega ekanini hamda uni yetishtirish katta mehnat talab etmasligini aniqladilar. Shu sababli u kambag'allikni qisqartirish uchun eng maqbul ekinlardan biri deb topildi. Bundan tashqari, Ulin tog'larining sariq qizil qumloq tuprog'i aynan ushbu choy navini yetishtirish uchun eng qulay tabiiy sharoitga ega edi. O'rganish va zarur ma'lumotlarni to'plash ishlari yakunlangach, Xitoy Xalq Respublikasi Qishloq xo'jaligi va qishloq ishlari vazirligi kompleks baholash o'tkazdi hamda Yunshun tumanida choychilikni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash, shuningdek uni zamonaviy sanoat asosida rivojlantirish yo'liga olib chiqish to'g'risida qaror qabul qildi. Dastlab vazirlik mutaxassislari ilgari kambag'allikka qarshi yakka tartibda kurashib kelgan kam ta'minlangan oilalarni kooperativlarga birlashtirdilar. Shuningdek, ularga tarmoqni rivojlantirish uchun davlat mablag'larini olish bo'yicha arizalar tayyorlashda yordam berdilar. Biroq dastlabki yilda kutilgan natijalar unchalik yuqori bo'lmagani sababli ayrim sabrsiz qishloq aholisi kooperativ tarkibidan chiqib ketishni istay boshladi. Shuncha mehnat qildik, ammo hech qanday natija ko'rinmayapti. Endi bu ish bilan shug'ullanishni ham istamayapman. Axir o'zingiz ham bilasiz, qishloq xo'jaligida natija darrov ko'rinmaydi. Hech bo'lmaganda 3 yil kutish kerak. Faqat shundan keyingina mehnatingizning samarasini ko'rishingiz mumkin. O'sha paytda choychilikni rivojlantirish endigina yo'lga qo'yilgan edi, ammo odamlar orasida allaqachon norozilik va kelishmovchiliklar paydo bo'la boshladi. Bu haqda xabar topgan kambag'al hududlarga biriktirilgan mas'ul xodim zudlik bilan norozi aholi bilan uchrashish uchun yo'l oldi. Kelinglar, o'tiringlar. Bizda ayrim muammolar yuzaga keldi. Ularni birgalikda hal qilishimiz kerak. Endi mahsulotni qayerda sotish va uni qayta ishlash masalalari haqida o'ylashimiz lozim. Muammoning yechimini topish maqsadida mas'ul xodimlar kooperativ vakillari bilan birgalikda bosh korxonaga borib, uning boshqaruv tajribasini o'rgandilar. Shuningdek, o'zlarining kasbiy bilim va tajribalaridan foydalangan holda Yunshun tumani uchun Yunshun Mahao choy nomli tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazishga ham ko'maklashdilar. Bizning maqsadimiz ushbu modelni mahalliy darajada mustahkamlashdir. Biz ketganimizdan keyin ham sizlar bu ishni davom ettira olishingiz kerak. Shunda oddiy xalq barqaror daromad topishda davom etadi. Agar sizlar bo'lmaganingizda, ehtimol men bu ishni oxirigacha davom ettira olmagan bo'lardim. Sizlarga chin yurakdan minnatdorchilik bildiraman. Rostdan ham sizlardan nihoyatda minnatdorman. Hozir bu ish endigina yo'lga qo'yildi. Hozircha korxona unchalik katta emas, ammo uni yanada kengaytirish va kuchliroq korxonaga aylantirishga ishonchim komil. Albatta.
2020-yil 17-yanvar kuni Oy taqvimi bo'yicha Yangi yil bayrami arafasida Tuiya millati o'zining eng muhim an'anaviy bayramini nishonlashga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Aynan shu kuni Yunshun tumani rasman kambag'al hududlari ro'yxatidan chiqarildi. Xitoyning kambag'allikka qarshi manzilli kurash siyosati doirasida markaziy vazirlik va idoralar tomonidan ko'rsatilgan homiylik yordami hamda tarmoqlarning mavjud resurs va salohiyatidan oqilona foydalanish sezilarli natijalar berdi. Xubey provinsiyasining Yunyang hududida suv xo'jaligi vazirligi amalga oshirgan loyihalar va zamonaviy texnologiyalar suv xo'jaligini rivojlantirish bilan birga mahalliy aholining daromadini oshirish va kambag'allikni qisqartirishning muhim omiliga aylandi. Guizhou provinsiyasining Dushan tumanida o'rmon xo'jaligi boshqarmasi ekologik sanoatni rivojlantirish orqali kambag'allikni kamaytirishga hissa qo'shib, mahalliy aholining daromadlarini sezilarli darajada oshirdi. Ichki Mo'g'ulistondagi Xo'rtsing hududida Xitoy Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasining targ'ibot bo'limi cho'llanishga qarshi kurash, nasldor qoramol yetishtirish hamda madaniy turizmni rivojlantirish bo'yicha yirik loyihalarni amalga oshirdi. Ushbu loyihalar qisqa muddatda samarali natija berib, hududning kambag'al maqomini bekor qilish va mutlaq qashshoqlikni bartaraf etishga xizmat qildi. Xitoy markaziy televideniyesi orqali muntazam efirga uzatilayotgan ijtimoiy reklamalar turli sohalardagi mahsulotlar uchun yangi bozorlarni kengaytirishga yordam bermoqda hamda yanada ko'proq kambag'al hududlarning qashshoqlikdan chiqishiga ko'maklashmoqda. Shenxi provinsiyasining Chunhua tumanida Xitoy banki mevali daraxtlarni yetishtirish bo'yicha texnik tayyorgarlikni kuchaytirdi, parvarishlash tizimini yo'lga qo'ydi hamda mahsulotlarni sotish bozorlarini birgalikda rivojlantirishga qaratilgan 3-sektor integratsiyasi loyihasini amalga oshirdi. Bundan tashqari, bank tizimidagi 300 ming nafar xodim kambag'al hududlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xarid qilish va sotishga ko'maklashish orqali kambag'allikni qisqartirish ishlariga safarbar etildi. Gangsu provinsiyasining Bulingu qishlog'ida Sinopec kompaniyasi ichimlik suvi tarmoqlarini tortdi, avtomobil yo'llarini qurdi, yangi qishloq barpo etdi hamda yog'och qo'ziqorinlarni yetishtirish va boshqa daromadli tarmoqlarni rivojlantirdi. Xitoy Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi hamda 307 ta markaziy vazirlik va idora, jumladan Markaziy davlat organlari ishlari qo'mitasi, Xitoy Kommunistik partiyasi birlashgan front ishlari bo'limi, Xitoy Xalq banki, ta'lim vazirligi va davlat mulkini nazorat qilish hamda boshqarish qo'mitasi mamlakatdagi 592 ta kambag'al tumanga homiylik yordamini ko'rsatdi. Tush payti dehqon qo'lida ketmon bilan dalada mehnat qiladi. Yerga to'mayotgan ter uning tanasidan seldek oqadi. Laba, og'zingga qo'l solma, tezda qo'lingni chiqarib ol. Bu Shava qishlog'idagi bolalar bog'chasi. Bolalar mashg'ulotlarni qishloq qo'mitasi binosi oldida ochiq maydonda o'tkazadilar. Ularning tarbiyachisi Yunnan provinsiyasidagi Nutian harbiy okrugi ofitseridir. Xitoyning kambag'allikni tugatish yo'lidagi ulkan kurashida Xalq ozodlik armiyasi xalqqa xizmat qilishning eng yaxshi an'analarini davom ettirdi. Armiya ofitserlari eski inqilobiy hududlar, milliy ozchiliklar yashaydigan mintaqalar, chegara hududlari hamda o'ta kambag'al 4100 ta qishloqda kambag'allikka qarshi kurash ishlarida faol ishtirok etdilar. Yunnan provinsiyasining g'arbida joylashgan Shava qishlog'i Nu millati istiqomat qiladigan qadimiy maskan hisoblanadi. Qishloq hududining 90% dan ortig'i tog' yonbag'irlarida joylashgan. Shu sababli makkajo'xori yetishtirish mahalliy aholi uchun katta foyda keltirmas edi, chunki ekinlar ko'pincha ko'chkilar va sel oqimlari natijasida nobud bo'lardi. 2017-yilgacha bu yerda kambag'allik darajasi hanuz 75% dan yuqori edi. Shava qishlog'iga homiylik qilish doirasida Nutian harbiy okrugi kambag'allikka qarshi kurashni avvalo ta'limdan boshlash kerak degan qarorga keldi. Harbiy xizmatchilar mahalliy bolalarga Putunxua, umumxitoy tilini o'rgatishdi. Qishloq aholisi uchun esa yangi texnologiyalar bo'yicha o'quv kurslarini tashkil etdilar. Ular bu hududda kivi yetishtirish tarmog'ini rivojlantirishni rejalashtirdilar. Biroq dastlab qishloq aholisining aksariyati ushbu tashabbusga unchalik qiziqish bildirmadi. Makka jo'xorini odamlar ham, cho'chqalar ham, tovuqlar ham yeydi. Ammo kivini kim yeydi bilmayman. 猕猴桃呢，猪也够吃不得，鸡够吃不得。 Xo'sh, sizlar nima deysizlar? Men qishloq oqsoqoli va partiya a'zosi sifatida xalqni ortimdan ergashtirishga mas'ulman. Meni tashvishga solayotgan yagona narsa shuki, sizlar bu yangilikni qabul qilish uchun fikrlash doirangizni hali kengaytira olmayapsizlar. Sizlar ajdodlarimiz asrlar davomida yetishtirib kelganidek, yana makka jo'xori ekishni davom ettirmoqchisizlar. Qishloqdoshlarning shubhalarini bartaraf etish maqsadida Yunnan provinsiyasi harbiy okrugi shahardan qishloq xo'jaligi texnologiyalari bo'yicha mutaxassislarni taklif qildi. Shuningdek, ular yetishtirilgan mahsulotlarni sotish va marketing tizimini yo'lga qo'yishda ham ko'maklashdilar. Erkin, hurmat bajo keltiring.
这个就外判的有点过多了。 Nudian harbiy okrugi Shava qishlog'ida xalq ko'ngillilari xalq militsiyasi guruhini tashkil etdi. Mening 3 ta xonadonim bor. Men yana 4 ta xonadonni ham bu ishga jalb qildim. Har bir xonadon 0,7 gektardan yerga ekin ekadi. Shunday qilib, jami 1,4 gektarli namunaviy plantatsiya tashkil etishimiz kerak. Maydoni 1,4 gektar bo'lgan namunaviy plantatsiya unchalik katta bo'lmasa ham, uning ahamiyati nihoyatda katta edi. Aynan shu loyiha eski qarashlarni o'zgartirib, an'anaviy qishloq xo'jaligida yangicha yondashuv sari dadil tashlangan ilk qadam bo'ldi. Bugungi kunda kivi bog'lari bir-biri bilan tutashgan yirik plantatsiyaga aylandi. Bundan tashqari xalq ko'ngillilari ko'magida kooperativ ham tashkil etildi. Mahalliy xususiyatlarga mos ishlab chiqarishni rivojlantirish bilan bir qatorda Nudian harbiy okrugi Shava qishlog'iga olib boruvchi birinchi avtomobil yo'lini qurdi. Shu tariqa yuklarni otlarda tashish amaliyotiga barham berildi. Ko'chirilgan aholi yashaydigan hududda sabzavot ekinlari uchun yer ajratilishi natijasida mahalliy aholining dasturxonida doimo yangi sabzavotlar bo'ladigan bo'ldi. Bundan tashqari Nudian harbiy okrugi qishloq tarixida ilk bolalar bog'chasini barpo etdi. Natijada bolalar sifatli maktabgacha ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bo'la qol, bo'la qol. 2019-yil dekabr oyida Yunnan provinsiyasi harbiy okrugi tomonidan ko'rsatilgan manziliy yordam tufayli Shava qishlog'ida yashovchi Nu millati vakillari kambag'allikdan butunlay xalos bo'ldilar. Davlat bayrog'iga hurmat ko'rsating. Shava qishlog'ining kambag'allikdan xalos bo'lishi butun Xitoy xalq ozodlik armiyasining kambag'allikka qarshi kurashdagi ishtirokining faqat birgina yorqin namunasi xolos. Shunjon Uyg'ur avtonom rayonining Xotan shahridagi Balamasi qishlog'ida harbiylar ko'magida barpo etilgan sanoat inkubatori mahalliy aholining daromadini 5 barobarga oshirish imkonini berdi. Harbiy dengiz kuchlari tomonidan amalga oshirilgan Mening kichik vatanim, mening kemam shiori ostidagi maqsadli yordam dasturi ham ularning yurtdoshlariga ishlab chiqarishdan olinadigan daromadni sezilarli darajada ko'paytirishga yordam berdi. Shenxi provinsiyasining shimolidagi Yanchuan tumaniga qarashli Huanjiagatao qishlog'ida harbiy havo kuchlari qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishni kengaytirish maqsadida 231 ta issiqxona barpo etdi. Natijada ushbu loyiha yiliga 5 million yuandan ortiq daromad keltira boshladi. Xitoy xalq ozodlik armiyasi tomonidan manziliy yordam ko'rsatilgan 4100 ta kambag'al qishloqda harbiy xizmatchilar o'z vazifalarini sharaf bilan ado etib, xalqning ishonchini to'liq oqladilar. Ular jang maydonidagidek qat'iylik va fidoyilik bilan harakat qilib, 924 ming nafar yurtdoshining kambag'allik maqomidan chiqishiga va yangi hayot boshlashiga ko'maklashdilar. Gamsula tog'ining dengiz sathidan balandligi 5357 metrni tashkil etadi. Hozirda uning cho'qqisida dunyodagi dengiz sathidan eng baland joyda joylashadigan 500 kilovatli elektr uzatish liniyasi tayanchi o'rnatilmoqda. Bu chuqurni qazib bo'lgach, albatta ustini yoping. Agar ustini yopmasangiz, ertaga qor bosib chuqurni to'ldirib yuboradi. Mazkur qurilish Tibetning markaziy qismidagi Angari okrugini elektr energiyasi bilan ta'minlash loyihasi doirasidagi eng muhim infratuzilma obyektlaridan biri hisoblanadi. Mashina yoki katta texnika bu tepalikka ko'tarila olmaydi. Minorani o'rnatish uchun faqat qo'l mehnati ishlata olamiz xolos. Biroz tanaffus qiling. Nafasingizni rostlab oling. Boshqa tepaga chiqa olmayman. Kuchim qolmadi. Xitoy Kommunistik partiyasining 18-syezdidan so'ng davlat kambag'al hududlarni elektrlashtirish ishlarini jadallashtirdi. Qishloq elektr tarmoqlarini rekonstruksiya qilish va modernizatsiya qilish bo'yicha yangi loyiha avvalo qishloqlarda ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun elektr energiyasidan foydalanish bilan bog'liq muammolarni hal etishga qaratildi. 2020-yilga kelib mamlakatdagi elektr tarmoqlari qamroviga kiruvchi barcha qishloqlar elektr energiyasi bilan to'liq ta'minlandi. Shuningdek, barcha tumanlar va asosiy elektr uzatish tarmoqlari yagona elektr tizimiga o'zaro ulandi. Men haqiqatan ham yurtdoshlarim kambag'allikdan xalos bo'lib, farovon hayot sari odimlayotganini ko'ryapman. Biz ular uchun umid chirog'ini yoqa oldik. Buning uchun bor kuch-g'ayratimizni safarbar etdik.
eng sovuq tunlarni yorib o'tish, eng xavfli tog' cho'qqalarini zabt etish. Bularning barchasi faqat yurtdoshlarimiz o'z uylarida chiroq yoqishi, o'sha chiroq esa ularning yangi hayot sari eltuvchi umid yo'lini yoritishi uchundir. Tezyurar poyezdlar davrida ham Xitoyning ayrim kambag'al hududlaridagi temir yo'l bekatlarida hanuzgacha ana shunday oddiy yashil poyezdlarni uchratish mumkin. Поезда. Kartoshka va grechka sotaman. 桃子呀， Men loviya sotaman. Uzoq va olis hududlarda transport infratuzilmasining rivojlanmagani sababli tog'li kambag'al mintaqalarda yetishtirilgan mahsulotlarni tashqi bozorlarga olib chiqish mushkul edi. Natijada oddiy aholining daromadlari oshmay qoldi. Shu bois kambag'allikni qisqartirish bo'yicha muhim choralar doirasida Xitoy temir yo'llari korporatsiyasi ushbu hududlarda 81 ta sekin harakatlanuvchi poyezd qatnovini saqlab qoldi. Chengdu Kunmin temir yo'lida qatnaydigan ushbu poyezdning eng arzon chiptasi atiga 2 yuan turadi. Bu narx 30 yildan buyon o'zgarmagan. Poyezdning 14 ta vagonidan 7 tasida yo'lovchilar ko'proq mahsulot ortishi uchun 2 ta qator o'rindiqlar olib tashlangan. Shu sababli poyezd ichida doimo gavjumlik hukm suradi. Ko'plab dehqonlar o'z mahsulotlarini bevosita poyezdning o'zida sotadilar. 50 yuan ishlab topdim. Men 60 yuanlik narsa sotdim. Agar bu poyezd bo'lmaganda meni na kiyimim bo'lardi, na ovqatim. Agar bu poyezd bo'lmaganda biz pul ishlab topa olmasdik. Bu temir yo'l uzoq masofalarga cho'zilgan. Shu yo'l bo'ylab yurtdoshlarning umidi ham keyingi bekat. Har tomonlama farovon jamiyat sari intiladi. Xitoyning janubi-g'arbiy chegarasida Dulong daryosi darasida tik qoyalar va baland tog'lar qad rostlagan. Dulong xalqi ham tashqi dunyo bilan bir xil keng polosali internet tarmog'idan foydalanishi uchun 2013-yilda China Mobile kompaniyasi bu hududda baza stansiyalarini qurishni jadallashtirishga qaror qildi. Ehtiyot bo'l toshlar. Sekinroq. Dulong daryosi bo'yida tabiiy ofatlar tez-tez sodir bo'ladi. Qurilish ishlari uchun yiliga atiga 2-3 oy qulay mavsum mavjud. Shu sababli qurilish jarayonini tezlashtirish maqsadida yuklar avval avtomobillarda, keyin traktorlarda, undan so'ng esa otlar yordamida tashildi. Baza stansiyasi o'rnatiladigan nuqtagacha hali 1000 metrdan ortiq masofa qolgan bo'lib, bu yerda yuklarni tashish uchun maxsus troslardan foydalanish eng qulay usul hisoblanardi. Bu hayratga soladi. Ko'nikib ketasan hali. Internet signali uzatish uchun tog' yo'lining har bir qismida kabel tortishga mo'ljallangan 20 ta tayanch usuli o'rnatilishi lozim edi. Uzunligi 9 metr, og'irligi esa 550 kilogramm bo'lgan ustunni tik tog' darasi bo'ylab yuqoriga olib chiqish nihoyatda mashaqqatli ish edi. Shu sababli qurilish guruhi bir kunda atiga 100 metr masofani bosib o'ta olardi. Ko'p stansiyalar eng yuqori nuqtalarda o'rnatildi. Bu ish hayot uchun katta xavf tug'dirardi. Internet Plus dasturi Xitoyning kambag'al hududlarini rivojlantirish siyosati doirasida muhim innovatsion tashabbuslardan biridir. Bosh kotib Si Zinpin bir necha bor kambag'al hududlarda internetdan foydalanish imkoniyatini kengaytirish zarurligini ta'kidlagan. Shu asosda China Mobile, China Unicom va China Telecom kompaniyalari kambag'al hududlarda aloqa baza stansiyalarini qurish mas'uliyatini o'z zimmalariga oldilar va bu ishlar sur'atini muntazam oshirib bordilar. China Mobile ushbu vazifaning qariyb yarmini o'z zimmasiga oldi. Mamlakat bo'ylab joylashgan 832 ta kambag'al tuman o'rganib chiqilgach, har bir hudud uchun aniq ish rejasini ishlab chiqdik. Ishonch bilan ayta olamanki, internet tarmog'iga muhtoj bo'lgan barcha kambag'al hududlar bizning aloqa qamrovimizga kiritildi. 有需求、网络覆盖需求的贫困地区，我们都覆盖了我们的通信网络。 2015-yilda bu hududda ilk bor 4G aloqa tayanch stansiyasi ishga tushirildi. 2019-yilda esa bu yerda birinchi 5G tayanch stansiyasi qurildi.
Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2015-yilda mamlakatdagi kambag'al qishloqlarning 70% dan kamrog'ida optik tolali internet mavjud edi. O'ta kambag'al qishloqlarning atigi 25% keng polosali internetdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan. Bugungi kunga kelib esa kambag'al qishloqlarning 98% xuddi mamlakatning boshqa hududlari kabi optik tolali internet va 4G mobil aloqa tarmog'i bilan qamrab olingan. Kambag'allikni bartaraf etish vazifasini o'z zimmasiga olgan davlat korxonalari o'zlarining resurs va imkoniyatlaridan samarali foydalanib, ushbu strategik maqsadni amalga oshirishda muhim rol o'ynadilar. Dabishan tog'lari etagida joylashgan Shuypin qishlog'i Jinjay tumanining eng kambag'al va eng olis qishlog'i hisoblanadi. Har yili qishda tog'larni qor qoplagach, qishloq 5 oy davomida tashqi dunyodan butunlay uzilib qolardi. 2014-yilda Anxoy provinsiyasi investitsiya korporatsiyasi Shuypin qishlog'iga ko'maklashishga qaror qildi. Mahalliy hokimiyat avtomobil yo'llari qurilishi, ichimlik suvi ta'minoti va infratuzilmani yaxshilash ishlarini o'z zimmasiga oldi. Investitsiya korporatsiyasi esa qishloq iqtisodiyotini rivojlantirish hamda uning uzoq muddatli taraqqiyotini ta'minlash bilan shug'ullandi. Jamoa xo'jaligi rivojlansa, daromadni a'zolar o'rtasida taqsimlaymiz. Shunda hamma ishlab daromad topa oladi. Yo'q, bunday bo'lmaydi. Nega? Bu hech qachon amalga oshmaydi. Biz hammamiz ketamiz. Kelinglar, bu masalani birgalikda muhokama qilaylik. Davlat korxonalari uchun kambag'allikka qarshi manzilli yordam ko'rsatishdagi eng yaxshi rag'bat bu amaldagi qo'lga kiritilgan natijalardir. Davlat korxonalari o'zlarining yuksak obro'-e'tibori va ishonchliligida samarali foydalanadilar. Ushbu loyiha doirasida zamonaviy mehmon uylarini barpo etishga 8 million yuandan ortiq mablag' yo'naltirildi. Shuningdek, korporatsiya o'zining 200 nafar strategik hamkorini ham ushbu hududga tashrif buyurishga taklif qildi. Bularning barchasini biz birgalikda bunyod etdik. Kuchlarimizni birlashtirib, bu natijaga erishdik. Men sizlarga mijozlar olib kelaman. Har bir inson jamiyat manfaatini ko'zlab, kambag'al qishloq rivojiga o'z hissasini qo'shishni istaydi. Shu sababli kambag'allikka qarshi kurashga jamiyatning barcha qatlamlari jalb etilgan. Bu jarayonda nafaqat davlat korxonalari, balki turli jamoat tashkilotlari, banklar, xususiy korxonalar ham faol ishtirok etmoqda. Kuchlarni birlashtirib, yelkama-yelka harakat qilish natijasida Shuypin qishlog'iga birin-ketin turli guruhlar tashrif buyura boshladi. Ular aholi uchun bepul tibbiy ko'riklar tashkil etdilar. Bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan bayram tadbirlari o'tkazdilar. Qishloqqa kelgan sayyohlar mahalliy mahsulotlarni faol xarid qildilar. Bu esa nafaqat aholining daromadini oshirdi, balki ularning ishonchi va ruhiyatini ko'tardi. Hamda Shuypin qishlog'iga kambag'allikdan xalos bo'lib, farovon hayotga erishish umidini baxsh etdi. Marhamat, kelinglar, shartnomani imzolaymiz. Shuypin qishlog'ida yangi uylar qurildi. Endi biz istalgan sohani rivojlantirish imkoniyatiga egamiz. 2019-yil noyabr oyida Shuypin qishlog'i rasman kambag'allik maqomidan chiqarildi. Biz uzoq yillar davomida mehmon uylarini qurdik, organik choy yetishtirishni rivojlantirdik va turizmni yo'lga qo'ydik. Aslida buning natijasida qishloq taraqqiyoti uchun mustahkam poydevor yaratdik. 200 dan ortiq korxonalarimiz hamda jamiyatning turli qatlamlari vakillari Shuypin qishlog'iga kelib, biz bilan birgalikda kambag'allikka qarshi kurashdi. Go'yo Shuypin qishlog'i uzra yorug'lik nurlari tarqalgandek bo'ldi. Birin-ketin porlagan yorug'lik nurlari kambag'al qishloqlarda yashovchi insonlarning orzu va umidlarini yoritmoqda. Kambag'allikka qarshi kurashga jamiyatning keng qatlamlarini jalb etish maqsadida Xitoy sanoatchilik va tadbirkorlar umumxitoy assotsiatsiyasi Davlat kengashi huzuridagi kambag'al hududlarni rivojlantirish bo'yicha idora hamda Xitoy shon-sharaf jamiyati 10 ming korxona 10 ming qishloqqa yordam nomli manzilli yordam tashabbusini yo'lga qo'ydi. Ushbu dasturga ijtimoiy mas'uliyatni chuqur his qiladigan ko'plab xususiy korxonalar qo'shildi.
Hengda korporatsiyasi Bidze shahriga ko'maklashish loyihasi doirasida 11 milliard yuan investitsiya kiritib, ko'chirilayotgan aholi uchun 67 ta yangi turar joy majmuasi hamda ularga xizmat qiluvchi sanoat bazalarini barpo etdi. Shuningdek, mahsulot yetkazib beruvchi va uni realizatsiya qiluvchi korxonalarni sinchkovlik bilan tanlab oldi. Korxonalarda ishlovchilarning kamida yarmi kambag'al oilalar vakillari bo'lishi shartligi belgilandi. Shu tariqa kambag'allikka qarshi tashkil etilgan korxonalar bozor mexanizmi asosida barqaror faoliyat yuritishi ta'minlandi. Elektron savdo platformasi Taobao qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus bo'lim ochdi. Unda 832 ta kambag'al tumandan yetkazib beriladigan 168 ming turdagi yangi qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdoga qo'yildi. Bu platforma 119 mingdan ortiq kambag'al qishloqlarni qamrab oldi. Vangda kompaniyasi Danjay tumaniga ko'maklashish loyihasi doirasida 2,1 milliard yuan investitsiya kiritib, qishloq turizmini rivojlantirdi hamda kambag'allikka qarshi kurashni qo'llab-quvvatlovchi sanoat jamg'armasini tashkil etdi. Yorqin nur kambag'allikka qarshi dasturi esa katarakta kasalligiga chalingan 300 mingdan ortiq kam ta'minlangan fuqaroga bepul tibbiy davolanish imkoniyatini taqdim etdi. Bugun butun mamlakat bo'ylab kambag'allikka qarshi kurash olib borilmoqda. Menimcha bu noyob imkoniyat. Shu bois men shu yerda qolib, bu insonlar uchun vijdonan xizmat qilishni, ularga haqiqiy foyda keltirishni istardim. Men ham o'z ona yurtim ravnaqi uchun munosib hissa qo'shmoqchiman. 2020 yil oxiriga kelib 10 ming korxona 10 ming qishloqqa yordam manzilli yordam dasturida 128 mingdan ortiq korxona ishtirok etdi. Ular 73.200 ta qishloqqa ko'maklashib, Xitoyda xususiy biznesning kambag'allikka qarshi kurashdagi o'ziga xos modelini yaratdilar. Bosh kotib Si Zinpin ushbu tashabbusni yuksak baholadi. U ta'kidlaganidek, nodavlat korxonalar ijtimoiy mas'uliyatni faol o'z zimmasiga olib, kambag'allikka qarshi kurashda faol ishtirok etmoqda hamda ko'plab kam ta'minlangan insonlarning hayotini yaxshilashga munosib hissa qo'shmoqda. Efirdaligingizda avval hello deng. Bu juda iliq eshitiladi, lekin translyatsiya boshlanganda siz bitta so'zni o'zgartira olasiz. Biz qanday qilib sota olamiz? Pastki qismda chat mavjud. Yuqori qismda esa men jonli efir qilishni xohlayman degan tugma bor. Uni bosish orqali darhol jonli efirni boshlashingiz mumkin. Gansu provinsiyasining Lunan shahrida har hafta elektron tijorat bo'yicha shunday o'quv treninglar tashkil etiladi. Mo'ba qishlog'ida har 100 ta xonadonga bitta internet do'koni loyihasi namunaviy dastur sifatida amalga oshirilmoqda. Danchan tumanidagi ushbu qishloq aholisiga hukumat zarur uskunalarni bepul taqdim etdi. Shuningdek, Taobao va Pinduoduo platformalari mutaxassislari ularni elektron savdo bo'yicha o'qitish uchun maxsus treninglar o'tkazdilar. Telekommunikatsiya korxonalari tomonidan barpo etilgan 5G aloqa stansiyasi, China Post tomonidan ochilgan xizmat ko'rsatish punkti hamda kam ta'minlangan oilalar uyigacha qurilgan yangi avtomobil yo'llari Mo'ba qishlog'i aholisiga o'z orzularini ro'yobga chiqarish imkonini berdi. Mana, sizga kerak bo'lgan mayin tukli Kadanopsis. Bugun uni butun oilamiz bilan siz uchun qadoqladik. Buyurtmangiz tez orada yetib boradi. Men singlim bilan birga butun qishloq aholisi yetishtirgan mayin tukli Kadanopsisni yig'ib oldik. Bu ushbu mavsumdagi oxirgi partiya. Agar insonning orzusi bo'lsa, u albatta ushaladi. Kambag'allikka qarshi kurashning izchil rivojlanishi natijasida biznesning yangi shakl va modellari jadal taraqqiy etmoqda. Bu esa tobora ko'proq insonlarga ertangi kunga ishonch bilan qarash imkonini bermoqda. 2020 yil oxiriga kelib, Vanpian qishlog'idagi barcha kambag'al oilalarning daromadini oshirishga va ularni kambag'allikdan chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Lunang shahrida yaratilgan elektron tijorat modeli esa mamlakatdagi kambag'al tumanlarning qariyb 3 dan 2 qismiga tatbiq etildi. Qishloqlarda internet savdoning jadal rivojlanishi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining bozorga kirishdagi to'siqlarini sezilarli darajada kamaytirdi. Shu bilan birga u ko'plab kambag'al hududlar uchun kambag'allikni bartaraf etishning yangi imkoniyat va yo'llarini ochib berdi. 2019-yildan boshlab kambag'al hududlarda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bevosita xarid qilish hamda ularni sotishga ko'maklashish uchun 50 milliard yuandan ortiq mablag' sarflandi. Butun Xitoy bo'ylab kambag'al hududlar mahsulotlarini realizatsiya qilishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko'lamli umumxalq harakati yo'lga qo'yildi. Mamlakatning ko'p millionli aholisi ezgu maqsad yo'lida birlashib, Xitoyning kambag'allikni bartaraf etish borasidagi erishgan yutuqlarini mustahkamlash va yanada kengaytirishga o'z hissasini qo'shdi.
Kambag'allikka qarshi kurash kubogi kambag'allikka qarshi kurash va kam ta'minlangan aholini qo'llab-quvvatlash sohasidagi eng nufuzli davlat mukofoti hisoblanadi. Har yili 17 oktyabr kambag'allarga yordam ko'rsatish milliy kuni munosabati bilan mamlakat bo'ylab kambag'allikka qarshi kurashda fidokorona mehnat qilgan insonlar hamda o'z vazifasini kamtarona va sidqi dildan bajarayotgan ko'plab noma'lum qahramonlarga hurmat va minnatdorlik bildirish maqsadida tantanali taqdirlash marosimi o'tkaziladi. 2013-yilda 90 yoshli Xiaxiang ismli keksa ayol o'zining shaxsiy jamg'armasidan 1 million yuan mablag' ajratib, Xiaxiang stipendiyasini ta'sis etdi. Ushbu stipendiya kam ta'minlangan oilalardan chiqqan talabalarga ta'lim olish va o'qish sharoitlarini yaxshilashga ko'mak berib kelmoqda. Men bolalarning ta'lim olishi uchun xayriya qildim. Kelajakda ular o'z vatani ravnaqi yo'lida ulkan ishlarni amalga oshiradilar. Xiaxiang buvining ezgu ishlari bizni ham vatanimizga foyda keltirishga, jamiyat taraqqiyotiga o'z hissamizni qo'shishga ilhomlantirdi. Shu yili xayriya ishlari bilan faol shug'ullanuvchi Liu Defan ismli ayol Jeylin yuragi loyihasini yo'lga qo'ydi. Ushbu loyiha qishloq hududlarida yashovchi yurak xastaligiga chalingan bemorlarni davolash uchun mablag' yig'ishga qaratilgan edi. 2020-yilga qadar mazkur loyiha doirasida 18300 nafardan ortiq kam ta'minlangan bemor bepul davolandi. Sochlariga oq oralagan nuroniy keksalar ham, kuch-g'ayratga to'la yosh avlod ham yagona ezgu maqsad yo'lida bor kuchini safarbar etib birgalikda mehnat qilmoqda. Birgalikda sa'y-harakatlar bilan kambag'allikni yengamiz, ishlab chiqarishni rivojlantirib, farovon hayotga erishamiz. Kam ta'minlangan aholiga kambag'allikni bartaraf etishda ko'maklashamiz. Mahalliy mahsulotlarni xarid qilish orqali ularning daromadini oshirishga hissa qo'shamiz. Yelkama-yelka harakat qilib, umumiy farovonlikka erishamiz va Xitoy orzusini ro'yobga chiqaramiz. G'alabaga erishmagunimizcha ortga chekinmaymiz.